Eshitaman. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimi? Ha, bezovta qilmadimmi? Yo'q, gapirur. Nima gap? Haligi men ko'chaga chiqib kelmoqchi edim. Shuni aytgani qo'ng'iroq qilayotgandim. Nega, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nima, mumkin emasmi? Shirin, men mumkin emas deganim yo'q. Lekin qayerga ketayotganingni menga aytishing kerak. Bozorga bormoqchi edim. O'zimga bir ikkita kiyim olishim kerak edi. Yaxshi. Unda men haydovchini jo'nataman. Yo'q, kerak emas. O'zim taksi bilan boraveraman. Buncha qaysarsan, a? Qaysarlik emas. Endi shunga ham haydovchi bilan yurishim kerakmi? Menga g'alati bo'lyapti, xo'p deng. Shunchaki bozorga chiqyapman-ku. Yaxshi. Lekin bitta shartim bor. Yana qanaqa shart? Kiyimlaringni bozordan emas, biror bir yaxshiroq do'kondan olgin. Qo'ying, menga bozor qulay. Keyin tuzukroq do'kon ham bilmayman. Men o'zim senga bir yaxshi do'konni manzilini tashlab qo'yaman. Hamma ishing o'sha yerning o'zida bitadi. Agar kutib tursang, tushlikdan keyin o'zim olib borib kelardim. Yo'q, hojati yo'q. Hozir borib kela qolay, maylimi? Mayli. Unda ehtiyot bo'l. Men kartangga pul tashlab qo'yaman. Xo'p, rahmat.